Saharliga osh qidirib ko'chada yursam, kimdir shutga chalib qo'lini ko'tardi. Qarasam, qarindoshim Jahon ekan. Chaqiruvda ish qilib osh qolgan bo'lsin deb oldiga yugurib bordim o'zi ham. Salomlashdim-da, osh qolmabdi-ku, nima unda chaqirding desam, ana yangi qozon ochilgan dedi. Bo'ldi, menga shundan uyingizga solib bergin dedim, o'zing ham bitta mazasini ko'rgin dedi. Bo'ldi, gap yo'q dedim. Oshpaz akam kapkirlarni o'ynatib osh suzdilar. Qarindoshim bo'lsa uni go'shtlarini to'g'rab ustini bezatib berdi. Uzatib berishga bo'lsa jiyanni chaqirib yuborishdi. Ichkarida joylashib olib qazalarni maydalab o'tdim. Cho'ta qo'lingda limon hech ko'rinmadi. Mana yengichasidan bizada bor dedi. O, yengichi ta'mi-ku dedim-da, shartda ichib ko'rdim. Keyin osh yeyishni boshladim. Shirinligidan ketma-ket yeyurimman. Achichu salatlari bilan zo'r saharlik bo'ldi o'zi ham. Oshni ko'rinishiga ham, mazasiga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ichkarida ham o'tirish uchun sharoitlar yetarlicha ekan. Osh zo'r ekan, rahmat. Bo'pti, men ketdim deb turuvdim. Jiyan gapimni eshitdi. Shekilli saboyga ham tayyor qilib qo'ygan ekan. Uydagilarga men oldim dedim, qolgan qarindoshlar ham kevuringlar deb Jahon hammalarni chaqirib yubordi. Manzilam oson. Shundoq Nurafshon ko'chasida, Islom Shashli, kevrasizlar.